Bugun sizlar bilan taklif jarayonidagi xatolar to'g'risida gaplashamiz qizlar. Kompaniyaga a'zo bo'lgan vaqtingizda tezlikda natijaga chiqib ketishni hammamiz xohlaymiz. Tezlikda natijaga chiqsak, tezlikda direktor bo'lsak, tezlikda har 20 kunda 4 million, 5 million daromad topish va undan ko'p daromad topishni hamma xohlaydi. Lekin bu etaplarga chiqish uchun sabr, harakat, bilim kerak bo'ladi. Mana shu etaplardan o'tganingizdan keyin sizda sekin-asta natijalar bo'lishni boshlaydi. Birinchi qiladigan xatoyimiz bu tez natijaga chiqishni xohlaymiz. Hech narsani bilmaymiz, bilim yo'q, absolyutno nol. Lekin daromad topish uchun bilib bilmasdan odamlarni taklif qilamiz va taklif jarayonida o'z-o'zidan rad javobini eshitamiz, chunki bilimingiz yo'q. 4 ta 5 ta savolni beradigan bo'lsa bo'ldi. Javob bera olmaysiz. Keyin yo'q deydi. Rad javobini eshitgandan keyin negativga tushib qolasiz. Bu men uchun emas ekanda, qo'limdan kelmaydi, cho'ta o'xshamayapti degan fikrga kelib qolasiz. Shuning uchun shoshilish kerak emas. Ikkinchisi bu bilim olish. Bilim olishingiz shart. Kompaniyaga kelgandan keyin bir hafta siz polniy kompaniyaning imkoniyatlarini o'rganib olishingiz kerak. Bu prezentatsiya o'tish, kompaniyani beriladigan hamma daromad turini o'rganishingiz kerak. Taklif jarayonlarini o'rganishingiz kerak. Taklifdagi rad javoblari bo'lishi tabiiy ekanligini o'rganishingiz kerak va o'rgangan narsalaringizni o'sha sekin-asta amalda qo'llashni boshlaysiz. Kamida siz kompaniyaga kirib kelgandan keyin 20 ta mahsulotni zo'r o'zlashtirib bilib olgan bo'lishingiz kerak. Mana shu bilimlarni hammasini o'zlashtirib olsangiz, sizni o'sishingiz, rivojlanishingiz juda ham zo'r bo'ladi. Keyin ma'lumotlarni izlash, ma'lumotlar bazasi bilan o'zimizni boyitishimiz kerak. Bu degani nima degani? Ya'ni masalan, sizga biz juda ham informatsiyalar ko'p beramiz, lekin siz u informatsiyalardan qoniqmasligingiz mumkin-da. Undan ham juda ham ko'p informatsiyalarni agar izlamoqchi bo'lsangiz, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok hamma joyda o'sha kompaniya to'g'risida informatsiyalar to'lib toshib yotibdi. O'zini o'saman, rivojlanaman, daromad ko'raman deydigan opa-singillar har doim o'z ustida ishlab, ma'lumotlar bazasini har doim kengaytirish kerak. Bu nima uchun yordam beradi? Bu komandangiz kengayishi uchun juda ham zo'r yordam beradi. Komanda qancha kengaygan sari sizga savollar juda ham ko'p bo'ladi. Mana shu savollarning hammasiga javob bera olasiz, agar sizda ma'lumot bazangiz ko'p bo'ladigan bo'lsa.